musulmon ummatining tinchligi, farovon turmushi va ravnaqi yo'lida olib borayotgan sa'y-harakatlarimizda Allohning o'zi madadkor bo'lsin. Abdulla Nig'matovich Aripov, Toshkent telefon telegraf stansiyasida elektronika muhandisi, O'zbekiston Respublikasi Aloqa vazirligida bosh mutaxassis, Aloqa vazirligining tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasi boshlig'i, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining aloqa va axborotlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri. Abdulla Aripov 1961-yil Toshkentda tug'ilgan. Toshkent axborot texnologiyalari universitetini tamomlagan va mehnat faoliyatini texnik mutaxassis sifatida boshlagan. 2002-2012-yillarda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vaziri sifatida O'zbekistonda internet va mobil aloqa tizimlarini rivojlantirishga hissa qo'shgan. 2016-yilda Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezident etib saylanganidan so'ng mamlakat boshqaruvida katta o'zgarishlar boshlandi. O'sha yilning dekabrida Abdulla Aripov bosh vazir etib tayinlandi. Mirziyoyev rahbarligida Aripov yangi iqtisodiy islohotlar, investitsiya muhitini yaxshilash va raqamli O'zbekiston loyihalarini amalga oshirishga kirishdi. Uning bosh vazirligi davrida iqtisodiyot liberallashtirildi, elektron hukumat tizimi joriy etildi va yangi sanoat va infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Abdulla Aripov prezident Mirziyoyevning asosiy komanda a'zolaridan biri. Siz uning faoliyati haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozing.